Rolex soat sizga kerak emas. Dars aytaymi? Rolex soat sotib olmang. Shunaqa qilingki, Rolex soatni sizga sovg'a qilishsin. Nimaga? Mana o'zingizam eshitgandirsiz. Men Rolex sotib oldim. Lekin meni pulim bor. Lekin bu Rolexni demak $150,000 soat dedik. Bu Rolexni menga sovg'a qilishdi. Demak, $150,000 qadringiz bor. Qadr qimmatroq tushadi va qadr qimmatroq sotsangiz bo'ladi. Demak, sizga kimdir uni sovg'a qilyaptimi? Demak, shunchalik sizni qadrlayapti. Shunga intilish kerak. Qachonki bizneslaringiz, networking zo'r ishlasa, sizga sovg'a qilishadi. Va shunda siz maqtanib aytishingiz mumkin, menga sovg'a qilishdi. Bekordan bekor sovg'a qilmaydi-ku odam, to'g'rimi? Qimmat narsalarni. Sotib olish puli bor, lekin kimdir sizga sovg'a qilsa, buni qadri bor ekan. Buni qiymati bor ekan. Umuman olganda bugun investitsiya haqida gaplashamiz. Rolexga investitsiya qilish yaxshimi? O'zi qimmatbaho narsalar sotib olish bu ham investitsiya. Qaysi investitsiya o'zi yaxshi? Kelar batafsil ko'rib chiqamiz. Investitsiya qilganimizda bilishimiz kerakki, demak aktivlar. Aktivlar juda ko'p turlari bor. Hattoki uyingizda pul ham aktiv. Oddiy yig'ib qo'ygan pulingiz ham aktiv. Nega? U sekin-sekin sizni, ya'ni sizga nimadir bo'lib qolsa, uni ishlashingiz mumkin. Hozir siz ishlatmayapsiz, u yig'ilib boryapti. Bu ham bir aktiv. To'g'ri, sizga passiv daromad olib kelmayotgan, lekin aktiv. Ikkinchi yo'li, bu eng sodda naqd pul aktivlari hisoblanadi va ko'p nyuanslari bor va ko'p minuslari bor. Avvalambor qadr sizdan boradi. 1 yildan keyin bu sizni yig'gan summangiz уже 10% arzonlashadi. Undan tashqari turgan summa hech qachon o'z-o'zidan ko'paymaydi, chunki turibdi joyida. O'sha qutichaga solib qo'yasizmi, seyfga solib qo'yasizmi, yostiqdagi qo'yasizmi, ko'paymaydi. Ikkinchi aktivlardan biri bu patent tuzish. Ya'ni patent bu juda ham zo'r narsa, kam odam bunga ahamiyat beradi, lekin bu patent ichida ham aktivlar juda ham ko'p. Qaysidir narsani siz patentlab qo'yasiz, qaysidir ixtiroingizni va shundan kimdir foydalansa, sizga foydalangandek pul to'lab turadi. Juda ham ko'p narsa, misol uchun даже Visa kartani P2P переводini o'ylab topgan odam shuni patentlab qo'ydi. Hozir hech narsa qilmaydi, umuman ishlamaydi, Ferrari'da mazza qilib Italiyada yuradi. Yillik daromad juda ham katta. Chunki biz sizlar ham hammamiz Visa перевод qilganimizda unga 0.001 sent oqib turadi shundan. Zo'rmi zo'r. Agar hayolingizda zo'r fikrlar, g'oyashunos bo'lsangiz, zo'r fikrlar bo'lsa-sizda, shu fikrni patentlab qo'ying. Va shunda siz daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Buni albatta o'zining usullari bor, buni o'rganish kerak, to'g'ri qilishni o'rganish kerak. Va o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Ko'pincha piratskiy narsalar bor, patentsizlar bor. Keyin u patentingiz bor, sizga pul to'lamasdan ishlayotganini ko'rsangiz, sud orqali faqat hal qilishingiz mumkin. Ya'ni ishlari ko'p. Sudni yugur qilasiz, keyin u sizga pul to'lab beradi. Sud yutqizganligi uchun sizga shtraf ham, ko'proq pul olishingiz mumkin, lekin yugur bor. Qidirib yurishingiz kerak bo'ladi, kim sizni patentingizni ishlatib turganini. Shunga yarasha o'zining kamchiliklari bor, nyuanslari bor. Keyin yana bir variant bor, bu qimmatbaho rasmlar. Qimmatbaho rasmlar ham investitsiya turi va uni ham olib qo'ysangiz, arzon paytda u keyin qimmatlab boradi. Masalan, Mona Lisa kabi rasmlar, umuman olganda rasm bu bitta status. Rasm kolleksionerlari xonasiga kirsangiz rasmlar, zo'r rasmlar, hammasi qimmat, bittasi $1000 dan boshlangan, 100 ming, milliongacha ko'rsatadi. Mana rasmlar deydi, ichimga sotilgan zo'r. Bu ham investitsiya turi, bu ham aktiv, sizga pulingizni o'sha yerda ko'paytirib beradi. Yomon minus tomoni likvidlik yo'q. Ya'ni uni tez sotaman desangiz, sota olmaysiz yoki juda ham arzonga sotish kerak bo'ladi va tor. Qiziqish bildiradigan sonlar tor, chegaralangan desa ham bo'ladi. O'zingiz uchun rasmni yaxshi ko'rsangiz, investitsiya qila olib qo'ysangiz bo'ladi, lekin uni xohlagan paytimda sotib uni pullayman deyish noto'g'ri bo'ladi. Uchinchisi bu qimmatbaho soatlar, taqinchoqlar kabilarga ham investitsiya qilsa bo'ladi. Masalan, Rolex, Patek Philippe'ga o'xshagan narsalar bu ham investitsiya turi, olib qo'yasiz va qimmatlab boradi soat. Yaxshi soat bo'lsa, bu ham status beradi. Ko'pincha buni minusi sotayotganingizda o'zining pulidan sal arzonroq sotasiz. Har doim shunaqa. Zo'r tomoni o'zingiz bilan yuradi bu pul. Qimmatlansa siz status beradi, sizga bu zo'r soat qimmat ekan deydi. Lekin pullashga kelganda sal muammoroq bo'lib qolishi mumkin. Likvidlik juda ham past qimmatbaho soatlarda. O'zingiz uchun. Keyin uni saqlash uchun qimmatbaho soat 4-5 ta olib qo'yasiz, har doim taqmaysiz. Oxir-oqibat uni ishlatib turish kerak. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor uni ishlatishda. O'sha ko'rgan bo'lsangiz shkaflarda hamma aylanib bekor aylanmaydi, chunki ko'pincha mexanический bo'ladi, aylanib turmasa to'xtab qoladi. Aylanib turish kerak, uni artib turish kerak. Oxir-oqibat unga qarash ham ancha-muncha stressga olib keladi. Undan tashqari yana nima muammolar bo'lishi mumkin? O'g'irlash. Ya'ni sizdagi qimmatbaho soat borligini bilib qolsa, o'zingizga o'g'ri kiradi, oladi. Yarim narxga sotib olsa ham unga foyda, sizda esa soat yo'qolgani qoladi.
Shuning uchun qimmatbaho oltin, misol oltinga investitsiya bu keyingi turi birato'g'ri gapirib o'taylik. Oltinga investitsiya, kumushga, qimmatbaho metallarga investitsiya. Kimdir uzuk olib qo'yadi, bu ham investitsiya turida oltin narxi ko'tarilishi bilan sizni daromadingiz ham oshib boradi, kapitalingiz oshib boradi. Zo'r. Faqat oltinda xuddi soatga o'xshagan muammo bor, uni saqlashda. 1 unsiya oltin yoki 1 kilo oltin olgan insondan so'rab ko'ringlar, qanchalik vahimaga tushadi, qayerga endi buni saqlang. Seyfga solingmi uni? Bankka borib omonat qilib topshirib qo'yingmi, seyfchalarga solib. Ertaga o'g'richi birinchi shu bitta oltin olib ketadi, bo'ldi, shu bilan necha plyus ichida. Hamda uni naqd pullashda sal muammoroq va oltin har doim bilishimiz kerak, himoya aktivi ko'proq. 1-2 yil ichida yaxshi ko'tarildi, 2 barobar foyda ham qilib berdi, lekin baribir oltin bu himoya aktivi. Qachonki odamlar keshdan qo'rqib, yo'q, kesh menga kerak emas, menga oltin urushlar, force majorlar bo'lib qolsa, o'shanda oltinga fokus qaratiladi, oltin narxi ko'tariladi. Lekin ko'pincha bu baribir sizning pulingizni himoya qilib turadigan aktiv. Buni bilib olishimiz kerak. Eng yaxshi riski kam investitsiya turi bu ko'chmas mulk. Demak, ko'chmas mulk olib qo'ydingiz, qimmatlaganda sotasiz yoki olib qo'yib uni arendaga berasiz, arendadan pul kelib turadi, passiv daromad, zo'rmi? Zo'r. Minuslar qanaqa? Minuslar albatta startda katta kapital kerak. Boshlanishda investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, u olmoqchi bo'lsangiz, sizda ma'lum bir summa kerak. Ya'ni $100 bilan, $50 bilan boshlamaysiz. Boshlang'ich to'lovni o'zi katta summa. Undan tashqari yana qanaqa minuslari bor? Albatta ko'chmas mulk bo'lgani uchun yer qimirlashlarga, force majorlarga qarab turish kerak bo'ladi. Misol Xitoy voqeasi esimizda, Antaliyada, to есть Xitoyda Turkiyada zilzila bo'lganda juda ham ko'p uylar qulab tushdi. Oxir-oqibat yo'q shu uylar. Va nima bo'ldi? O'sha yerdagi uylarga investitsiya qilgan odam quyiladi endi. Juda ham kam bo'lishi mumkin, juda ham riski kam hisoblanadi. Shu evaziga ko'proq odamlar ko'chmas mulkka qaratadi o'zining e'tiborini. Faqat bitta minusi, eng katta minusi bu boshlang'ich kapital juda ham katta kerak bo'ladi. Endi shuning uchun kelib chiqadi oddiy savol. Shu aktivlar, ya'ni investitsiya qiladigan yo'nalishlar, patent bo'ladimi, qimmatbaho soatlar, ko'chmas mulk, rasmlarda yaxshi, lekin har bittasida bitta minus bor. Likvidlik yo'q, kirish summasi qimmat, tez sota olmaysiz, risk darajasi qanchalik bor bularni hammasi ko'rib chiqilganda oxir-oqibat tushunamizki, hozirgi paytda eng yaxshi xotirjam yo'l va kam summa bilan kirish mumkin bo'lgan bu aksiya fond bozori. Eng qizig'i aksiyalarda, ya'ni aksiya fond bozoriga kirib kelsangiz, ko'chmas mulkka ham investitsiya qilsangiz bo'ladi. Hamda 50 ming, 100 ming dollar bilan emas, $50 bilan, $100 bilan ko'chmas mulk fondlariga investor bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunaqa katta kompaniyalar bor, ular ko'chmas mulk sotib olishgan katta joylarda va oxir-oqibat shularni arendaga berishadi, divizentlarni aksiyadorlar bilan bo'lishadi. Siz shu $50-100 bilan reyt fondlariga investor bo'lasiz, tengma-teng sherik bo'lasiz. Undan tashqari, oltinga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz ham, aksiyalar orqali investitsiya qilsangiz, ETF fond, oltin fondlari bor. Yaxshi tomoni, shu zahotiyoq sota olasiz. Chunki deylik, 1 unsiya sotib oldingiz, deylik, katta summaga oltin sotib oldingiz, sotmoqchi bo'lsangiz 1 sekundda sota olasiz uni. Ikkinchi zo'r tomoni, uni saqlashni o'ylaymiz, chunki u hammasi o'sha banklarning o'zida katta hajmda jismoniy tarzda, jismoniy shaklda saqlanayotgan bo'ladi. Siz o'sha yerga ozginasini olgan bo'lasiz. Egasi bo'lasiz shu ozgina summani. Aytganimdek, 1 kilo oltin yoki lom oltin bo'lgan insonni vahimasi bor-ku, anu xatda saqlash. Shu narsa bo'lmaydi. Chunki hamma narsa ular javob berishadi, siz faqat ularga investitsiya qilgan bo'lasiz, ozgina pulingizga o'sha yerda oltin ko'payotgan bo'ladi. Zo'rmi? Zo'r. Demak, aksiyada oltinga ham investitsiya qilsangiz bo'ladi. Va shunaqa shunga o'xshagan yirik xalqaro kompaniyalar, deylik, rasmlarga investitsiya qilgan kompaniyalar bo'ladi, ETF fondlariga hammasiga aksiya fond bozori orqali investor bo'lishingiz mumkin. Va eng qizig'i, arzon pulga, ya'ni ozgina pulingizga investitsiya qila olasiz. Riski kam bo'ladi va to'g'ri tahlil qilishni o'rgansangiz, siz har doim plusda bo'lasiz. Va naqd pul chiqarish eng oson yo'li. Men investitsiya haqida gapirganimda bitta yaxshi katta tanish mebel zavodlari bor. Nima dedi? Ravhat dedi, bu tez kesh qilish usuli ekan dedi pulni. To'g'ridir. Chunki men dedi, hozir pulim bor, ko'p kapitalizatsiyasi yaxshi, lekin hozir bitta narsani maysa $100 ming kerak deb qolsa, men nimadirlarni sotib, pullashimga vaqt ketadi. Bu yerda esa $100 ming kerak bo'lib qolsa, shuni sekundda sotasiz, brokerga pul tushadi, brokerdan bank orqali chiqarib olasiz. Zo'rmi, zo'r. Agarda siz ham aksiyalarga investitsiya qilaman endi, shular yo'llarini batafsil o'rganaman desangiz, siz uchun alohida darslik bor. Havolada qoldiraman. Bu darslikda aksiya nima, qanaqa ishlaydi, barchasini tushuntirib berganman. Albatta o'tib ko'rib olinglar.